Sir ortida YouTube kanali. Bu kanaldagi hikoyalar faqat ko'ngilochar va ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan. Ayrim voqealar badiiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Kanal hech kimni haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilmaydi. Sog' salomatmisiz, aziz tinglovchi? Bugungi hikoyamizni boshlashdan avval sizga bir faktni aytib o'tmoqchimiz. Rivojlangan mamlakatlarning qariyb 35% oila yil natijasiga ko'ra ajralishar ekan. Bu juda katta ko'rsatkich. Bunday ajralishlar natijasida tasavvur qilib bo'lmaydigan norasida yosh bolalar jabr ko'rishar ekan. Bugun sizga hikoya qiladigan mavzuyimiz ham aynan oila mavzusi bo'yicha tayyorladik. Bu oilaning ajralish sabablari, otasidan tirik yetim bo'lib qolgan hikoyamiz qahramoni Emma haqida hikoya qilamiz. Hikoyamizni oxirigacha tinglashingizni so'rab qolamiz. Bu voqeaga ancha yillar bo'lgan bo'lsa-da, hikoyamiz qahramoni bizga so'zlab beradi. Hikoyamiz qahramoni Emma Fransiya davlatining Lyon shahrida bir oilada dunyoga keladi. Uning oilasi o'rta hol. Otasining ismi Nichols. Maishiy texnika tuzatuvchi usta bo'lib ishlar edi. Onasining ismi esa Elise edi. Elise shifoxonada tozalik ishlari bilan shug'ullanar edi. Hikoyamiz qahramoni Emma onasidan ko'ra otasi Nicholsni juda qattiq yaxshi ko'rar edi. Uning 2 akasi bor bo'lib, ota-onasi uyda yo'q, ishda ekanliklarida Emmaga qarar edilar. Oradan bir necha yillar o'tdi. Emma ham 6 yoshga to'ldi. Dadasi unga Emma yoqtirgan katta qo'g'irchoqni olib keldi. Emma bundan juda ham xursand bo'ldi. Otasi ishdan kelishini bir deraza yonida kutib o'tirar. Otasini ko'cha boshida ko'rsa, uyni boshiga ko'tarib, "Urre, dadam kelyaptilar" deb baqirib, qiyqirib o'ynab ketar edi. So'ngra dadasi eshikni ochganda esa o'zini otasi bag'riga otar edi. Otasi Nichols ishdan dam olgan kunlari esa Emma dadasini tinch qo'ymay, "Meni ko'chaga olib chiqing" deb qo'lidan tortib o'yingoh tomon boshlar edi. Dadasi ham qo'lidan tutib unga shar, konfet, turli xil shirinliklar olib berar edi. Dadasi har kundagidek qizi Emma, ayoli Elise va o'g'illari bilan xayrlashib ustaxonaga yo'l oldi. Va nihoyat yetib keldi. Hamma joyni tartibga keltirib, kechagi ozgina qolgan ishi konditsionerni tuzata boshladi. Biroz o'tib ustaxonaga bir ayol, uning ismi Victoria. "Kim bor?" deya chaqira boshladi. Usta Nichols, "Ha, keling, nima xizmat?" deb javob berdi. Ayol, "Siz ustamisiz? Meni uyimda gaz plitadan gaz chiqyapti. Tuzatib bera olasizmi?" dedi. Usta, "Ha, olib keling, tekshirib ko'ramiz" dedi. Ayol yoshi taxminan 32 yoshlarda edi. Ayol ustaga, "Men bilan uyimga boring. Men uni olib kela olmayman" dedi. Usta Nichols, "Ha, xo'p." Birga ayolni mashinasiga o'tirishdi. Mashinaga o'tirib Nichols Victoriyaga qaradi. "Mashinangiz zo'r ekan." Ayol, "Ha, bu mashinani yaqinda sotib olganman" dedi. Nichols, "Ha, buyursin, yaxshi mashina ekan. Men bu mashinani taxminan 20 yil ustaxonada ishlab, yemay, ichmay ishlasam, shunda olar ekanman" deb kulib qo'ydi. Ular ayol Victoriyaning uyiga yetib kelishdi. Va Nichols asbob anjomlarini sumkasidan chiqarib, gaz plitani tekshira boshladi. Ayol ustaga shirinlik va kofe olib keldi. Ustani stolga taklif qildi va ular shirinlik yeb suhbatlashib ketishdi. Victoriya ustaga qaradi.
bu gaz plita tuzaladimi yoki yangisini olishim kerakmi deb gap boshladi. Nikels: "Ha, tuzaladi. Meni sumkamda kerakli zapchastlar bor. Uni yaxshilab tuzatib beraman" dedi. Viktoriya: "Ha, men katta bankda ishlayman. Qarangki, hayotda juda qiynalganman. Turmush o'rtog'im ham meni tashlab ketganlar." Nikels uni yupatdi. "Hali sizdek ayolni tashlab ketganiga pushaymon bo'ladi" dedi. Nikelsning bu gaplari Viktoriyaga yoqib tushdi va jilmayib qo'ydi. Chunki u anchadan beri uni yupatuvchi insonni izlayotgan edi. Mana gaz plita ham tuzaldi. Ayol xursand bo'lib unga xizmat haqqisini tutib, ustaxonaga olib kelib qo'ydi. Nikels do'kondan uy ro'zg'ori uchun mahsulotlardan sotib oldi va uyga keldi. Bu orada qizi otasini qo'lidagi sumkani ko'tarishga yordam berib, uni oshxonaga olib, onasi Elisaga tutdi. Ertasi kuni kechagi ayol Viktoriya mashinasida ustaxona yoniga kelib to'xtadi. Chamasi tushlik vaqti edi. Nikels mashina yoniga keldi. "Ha, gaz plita ishlamayaptimi?" deb gap boshladi. Ayol: "Yo'q, mashinaga o'tiring" dedi. Nikels hayron bo'lib qoldi. "Mayli" deb mashina old o'rindig'iga o'tirdi. Viktoriya: "Dugonam yangi kafe ochgan. Men va siz uchun joy buyurtirib qo'yganman" dedi. Nikels hayron: "Yo'q, men bormayman" dedi. Ayol: "Meni xafa bo'lishimni istamasangiz, men bilan borasiz" deb oyoq tirab turib oldi. Nikels "Xo'p" deb kafega yo'l olishdi. Yo'lda ayol o'z tuyg'ularini yashirib o'tirmay dangal gap boshladi. "Nikels, siz menga yoqib qoldingiz. Men sizdagi erkakka muhtojman" deb gap boshladi. Nikels hayron bo'lib qoldi. "Axir meni oilam, farzandlarim bor" dedi. Ayol: "Ular o'z kunlarini ko'ra olishadi. Men sizsiz yashay olmayman. Oilangizni ham tashlab qo'ymaymiz. Yordam qilib turamiz. Siz men bilan turmush quring. Men sizga yangi mashina ham olib beraman. Va o'z uyim ham bor. Hamma narsam sizniki bo'ladi" deb uni majburladi. Nikels nogoh xayolga cho'mib, ayolning bu taklifini rad eta olmadi. Boylik ko'zini ko'r qilib, u ayolning taklifiga rozi bo'ldi. Ular kafega yetib kelishdi va sharobxo'rlik qilishdi. Nikels o'sha kunni o'zidayoq uyiga kelib, o'z ayoli Elisaga "Men sen bilan ajrashaman" dedi. Ayol: "Nima deyapsiz? Oftobda ishladingizmi? Biroz dam oling, keyin siz bilan gaplashamiz" deb kulimsiradi. Nikels esa "Men sen bilan hazillashmayapman" deb yuziga bir shapaloq tortdi. Baqir-chaqirdan Emma uyg'onib, ota-onasi xonasi tomon yugurib bordi. Emma ota-onasini bu ishlariga tushunmay qotib turardi. Akalari ham chiqib kelib yig'lagancha "Urushmanglar" deb ularni ajratishga ketishdi. Nikels "Men sen bilan ortiq yashamayman" deb uydan chiqib ketdi. Oradan kunlar o'ta boshladi. Elisa ko'zlarida yosh, bolalarini tirik yetim bo'lishini o'ylab, qo'rqib yig'lab chiqar edi. Nikels ayoli Elisa bilan ajrashdi. Uyni ayolining nomiga o'tkazib berdi. "Senga uyni va bolalarni topshirdim. Meni izlab yurma" dedi. Va uydan chiqib ketayotib, sumkasidan qizi Emma tutib turardi. "Men qo'yib yubormayman sizni" deb yig'lardi. Ota qizini bag'riga bossida, qulog'iga asta shivirlab: "Men uzoq joyga ishlagani ketyapman. Sen yaxshi qiz bo'lgin" deb chiqib anavi boyvachcha
Viktoriyani mashinasiga o'tirib ketishdi. Oradan kunlar, oylar, hatto yil ham o'tdi. Bu orada Elisa ko'cha eshik tomon o'ltirar. Qizi Emma bo'lsa, derazadan ko'chaga, otasi yo'liga intizor edi. Ota qaytmadi. Hatto xabar ham olmadi. Emma, otam qachon keladilar, deb onasidan so'rar edi. Onasi bilmayman, sen katta bo'lsang keladi deb qizini ovutardi. Qizi Emma har kuni otasini ustaxonasi yoniga borib kutib o'tiradigan bo'ldi. Ustaxona yoniga kim kelib qolsa undan, dadamni ko'rmadingizmi, deya so'rar edi. Bu hol har kuni takrorlanar edi. Axir Emma otasiga juda bog'langan edi. Akalari otasini unutgan. Hattoki onasi ham kutmay qo'ygan edilar. Otasi ham ketgancha yil bo'yi qaytmagan edi. Bir kun ustaxona yonida o'tirsa, Emma qatori 8-10 yoshdagi Emmaning dugonalari, "Seni otangni biz ko'rdik. Ko'cha boshidagi kafeda" deb xabar berishdi. Emmaning yuragi hayqirib, "Men bilar edim, otam bir kun kelishlarini" deb kafe tomon yugura ketdi. Xayolida otam biz uchun taom sotib olayotgandirlar, deb xayol surar edi. Kafe yoniga bordi. Katta derazasidan otasini qo'lida bir bola tutgan ayol bilan kulishib o'tirganini ko'rdi va ichkariga kirdi. Otasi bejirim kiyingan, qo'lida soat ham bor edi. Emma otasini yoniga kelib, "Otajon", deb quchoqlamoqchi bo'ldi. Lekin ota uni qo'li bilan turtib yubordi. Emma polga yiqildi. O'rnidan turib, "Dada, meni tanimadingizmi? Men Emma qizingizman", dedi. Otasi esa, "Meni sendek qizim yo'q", dedi. Yonida o'tirgan ayol Viktoriya esa, "Bu bola kim?" deya so'radi. Nikols, "Bu meni birinchi oilamdagi kichik farzandim", dedi. Va gap so'ngida, "Buni onasi yuborganda", deb qoldi. Emmaga qarab, "Endi uyingga yo'qol", deb qattiq baqirdi. Va cho'ntagidan bir pachka puldan olib Emmaga tutdi. Emma pullarni otasi Nikolsning yuziga otdi. Emma ko'zlarida yosh bilan uyiga kelib, onasini mahkam quchoqlab oldi. "Sizdan endi dadam qachon keladilar, deb so'ramayman", dedi. Ko'zlarida yosh bilan bo'lgan voqeani aytib berdi. Onasi ham qizini yupatdi. "Qizim, sen katta qiz bo'lib qolding. Sen yig'lamasliging kerak", deb Emmani og'rigan qalbiga tasalli berdi. Hikoyamiz qahramoni Emma otasidan butkul ajraldi va uni boshqa qaytib kutmaydigan va hech kimdan "Dadamni ko'rmadingizmi?" deb so'ramaydigan bo'ldi. Va oradan yillar o'tdi. Hikoyamiz qahramoni Emma ko'zlarida yosh bilan ushbu bolalik xotirasini bizga so'zlab berdi. Xulosa qilish o'zingizdan. Oila aziz va muqaddasligini hammamiz unutmasligimiz kerak. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Jamoamiz siz uchun doim mehnatda va harakatda. Bizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'ling deb qolamiz. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Biz har bir izohlarni o'qib, unga javob berishga harakat qilamiz.